Hattoki bu narsani mobilograflar ham bilishingizni xohlamaydi. Buni bilmaslik esa sizga qimmatga tushishi mumkin. Avvalo, App Store ga kiring, qidiruvga esa NotVPN deb yozasiz va ilovani yuklab olasiz va uni o'rnatasiz. Mana bu joyda mana yozdik NotVPN deb. Endi esa mana aynan shu belgili Open yozuvi menda skachat qilib bo'lingan, o'shaning uchun shunaqa ko'rsatyapti. Lekin bu yoqda har xil variantlar chiqishi mumkin. Siz aynan shuni tanlaysiz. Menda уже ochilgani uchun sразу yoqishga berildi. Telefoningizdan NotVPN ikonkasini ya'ni topib olasiz va ilova ochilganda sizdan VPN ga ulanishga ruxsat berish so'raladi va siz включить qilib bosib, keyin Instagram sahifasiga o'tib, rasmlardan post uchun, ya'ni publikatsiyadan o'zingiz xohlagan 4 ta yoki 10 tagacha yoki 15 tagacha rasm tanlab olib qo'yib chiqasiz. Tanlab bo'lingan rasmlardan keyin mana bosamiz va musiqa degan joy chiqadi Instagramda, ya'ni bu joyda men сохранениyadan o'zim xohlagan musiqani tanlab belgiladim. Mana belgilaganimizdan so'ng Dali tugmachasini bosamiz va joyi belgilaymiz. Dasturxon haqidagi fikrlarimizni bildiramiz. OK tugmachasini bosamiz. Rasmlarni joylab bo'lgach, biroz kutamiz va zagruzka bo'lishini. Qarabsizki, musiqali postimiz tayyor. Ko'rishingiz mumkin. Yana qayta kurs, yana daraxtlardagi barglar, qoplarga kelgan xazonlar yomg'irlar. Postimizni joylab bo'lgach, VPN ga qayta kirib, o'chiramiz va yana qayta Instagramga kiramiz. Endi esa postlarimiz tayyor, ko'rishingiz mumkin. VPN o'chdi va telefon odatdagidek ishlay boshladi. NotVPN da bepul ishlaydi, lekin ba'zida reklama chiqishi mumkin. Tezlik past bo'lsa, boshqa serverni tanlang. Doimiy ishlatishdan oldin esa internet trafikini tekshirib ko'ring. Ko'rib turganingizdek, NotVPN ilovasidan foydalanish juda ham oson. Agar sizga foydali bo'lsa, videoni like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing. Berilgan ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi safargi videoroliklarimiz sizlar uchun yana ham foydaliroq bo'ladi.